Neymar Uzur o'tgan yilgi ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda 2200 kishi yo'l transport hodisasi oqibatida vafot etgan. Siz mana shu raqamni nechta bo'lishini xohlardingiz? Kamroq bo'lishni xohlardim. Taxminan qancha o'sha raqam? Yomon ko'rgan odamlarimni sanaganimda 20 ta chiqadi, 20 ta hammasi o'lib ketsin. 20 ta? O'lib ketsin deydi. Bu ijtimoiy eksperiment edi bizada. Men g'alati bo'lib ketdim bor-ku. Taxminan 20 ta inson bor. Neymar Uzur Voy, yomon. 20 ta odam olib kelib qo'ydi-da, gapirib o'rganiga. Voy. Voy, bolalarga. Tasavvur shunaqa gapirdingiz, tepangizga mana shunaqa olib kelib qo'ydi. Ha, bitta konkretniy Yaxshi, yomon ko'rgan odamlarni olib kelib qo'yman. Gapirgan gapini xatoligini tushundim. Qattiq anaqa bo'ladi. Davom eting. Birovga o'lim tilamang. Ularda ehtiyot bo'ling. Birovga o'lim tilamang. Ha. Dahshatli ekan. Tankim ta'sirchan odam. Juda.